Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Yana bir bor Andijon Rezervuar kanali a'zolari. Hozir mana YouTube'ga video joylayapmiz. Bu video shu yopiq ildizdan, ya'ni tuvaylardan malinalarda yashiklarga ekib o'stirish bu haqida bo'ladi. Bunda videomiz shu yilning mart oyining oxirlaridan уже tayyorgarlik ko'rib ekilgan malinalar. Malinalarimiz o'sish davomiyligi shu yangi yopiq ildizdan ekilib, ya'ni gashok holatida, tuvak holatida ekilib, gullashgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu vegetatsiya davri hisoblanadi, o'suv davri. Malinamizda shu davr davomida nima agrotexnik choralar ko'rilgan, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ma'lumotlar berib boriladi va shu davr davomida, ya'ni aprel oyidan shu may oyigacha bo'lgan davrda shu malina haqida qanaqadir savollar bo'lgan bo'lsa, shu savollarga ham shu videolar davomida shu ko'rgazmaviy qilib javoblar berilgan. Xudo xolasa, bunda ham e'tibor berishingizni xohlardim. Malinalarda shu chet elda shu vegetatsiya davrigacha bo'lgan davrda qanaqa davrda chiroyli o'sadigan bo'lsa, ya'ni bir shoxlari to'lib, barglari to'liq bo'lib o'sadigan bo'lsa, xudo xolasa bizni sharoitda ham malinalarimiz deyarli 99% ga bo'lsa kerak, xudo xolasa adashmasam, o'sish darajalari bir xilda o'sgan. Ya'ni barglar kengligi, barglar yozilishi, poyalarning o'sishda ketma-ketligi, ya'ni har oyda qancha santimetr qo'shilib borishliklari, xudo xolasa, ya'ni bu ko'chatlarimiz shu o'zini yurtida qanaqa o'ssa, sharoitida bizda ham xuddi shunaqa o'sganligi haqida boradi. Shunga e'tibor berishingizni xohlardim. Demoqchi bo'lganim, bu yerda shu 16 xil sortimizdan 14 xili yopiq ildizli holatda tuvaylarda ekilgan. Endiga e'tibor berishinglar yana bir narsa kerak bo'ladi. Shu savollarda, shu belgilangan savollarga, ya'ni 2 oy davomida shu gruppalarda berilgan savollarga shu ko'rgazmaviy qilib javob berib ketganmiz. Shuning uchun tavsiya qilaman videoni boshdan oxirigacha ko'rishdi. Chunki juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Mana bunda yana qaytarib o'taman, bu yerda biza, ya'ni meni mana shu 7 yilmida 6 yillik tajribam, o'qigan, o'rgangan narsalarim shu 1 soatlik videoda berilgan desam to'g'riroq bo'ladi. Agarki bundan tashqari savollaringiz bo'lsa, shu video tagida Andijon Rezervuar kanali, Telegram kanali bor. Poiskka shu lotin tilida Andijon Rezervuar deb yozsanglar chiqadi kanalimiz. Xudo xolasa shu kanal orqali savollarga javob berishinglar mumkin. Javob berishim mumkin savollaringizga. Endi aloqa telefon nomerlarimiz bu. Xudo xolasa hozircha yopiq, ya'ni o'chiq telefonlarimiz, sim kartalarimiz yoqqanimiz yo'q, to'g'ri tushunasizlar. Sababi hali biz bu narsani nima deydi, gaplashishga, tushuntirishga tayyor emasmiz. Sababi hozir vaqt tig'izligi bor. Shuning uchun xudo xolasa bular haqida ham videolarimizda, keyingi videolarimizda to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Lekin savollaringizda har qanaqa savolingiz bo'lsa, malina rezervuar mevalari bo'yicha Telegram kanalimizda inshaalloh qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Bundan keyingi videomiz bo'ladi. Mana bu hozirgi video, bu ochiq sharoitda, ya'ni ochiq dala sharoitida yopiq ildizli o'simliklarni, malinalarni o'stirish haqida ketdi. Endi bundan keyingi videomiz bo'ladi. Shu ochiq sharoitga, dala sharoitiga tuvaylarda, ya'ni yopiq ildizli ko'chatlarni yetishtirish. Bu yetishtirishlar bo'ladi. Shu tomiridanmidi yoki ildiz bachkisidanmidi yoki nihonlar, shoxsiz nihonlaridanmi, va shu haqida shu 3 xil yo'nalish bo'yicha, 3 xil ko'paytirish bo'yicha ma'lumot joylayman xudo xolasa. U videolari tayyor, endi ularni montaj qilish kerak. Ya'ni ketma-ket qo'yish kerak. Shuning uchun bunga ertaga xudo xolasa sharoitim, vaqtim bo'lsa ertaga harakat qilaman. Endi bugun soat mana 12 bo'lib qoldi, kechasi 12 bo'lib qoldi. Shuni hozirgi videomiz sizlarga ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Salomat bo'linglar.
Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir 10 bo'lyapti kechki tungi soat. Video hozir olinyapti. Mana hozir yashiklarimiz keluvdi. Mevani Eron olmasinimikan, shunaqa yashiklari baratligi 17 sm deymi shunaqa. Oddiy yashikdan emas bu. Nimasini qilsak, mana nimasi balat yashiklar, kichkina yashik emas. Sababi men buni nimaga qildim? Mana shu yergacha ko'msam, mana shu yer 15 sm, shu joyiga, u yog'iga nima so'yaman? Somon tashlayman. Ya'ni 5-6 sm qilib somon tashlab qo'yaman-da, ispareniyani oldini olish, namlikni ushlab turish uchun. Mana bu holatida mana sekin mana turpalarimiz bor edi. Aytilganidek to'pon aralashgan. 3:2 yoki 3:1 nisbatidagi to'ponlar. Mana bular sekin mana uy sharoitida qilyapmiz endi. Haligi amalda ko'rsataylik deb turib hammaga. Mana bu yana yashiklarimiz bor, yana kelyapti hozir. Yana bitta Damas'dan keladi, Baboda keladi. Bular sekin mana esinglarda bo'lsa, mana kecha ekkan nimalarimiz shola to'pon qiluvdik. Ustiga sababi begomisimiz tezda qurib qolyapti. Shuning uchun tepasiga 3 sm dan 4 sm dan qilib shola to'ponni tashlab qo'ydik. Endi bu yashiklarimizni qolganini mana bu joyga 3 qator 4 qatordan qilib yana teramiz, xudo xolasa. Endi mana maravillarimiz turadi. Mana va karamelka sortimiz bu yilcha turib turadi. Sababi boshqalarga ko'rsatish uchun. Nima qilamiz endi? Endi shularni sekin joy-joyiga qo'yib, ertaga to'plarni aralashtirib, endi men Toshkentga ketsam, uyimizdagi tog'am bilan ukam sekin aralashtirib qo'ysa, keyin kelganimda shu nima dala turgan tagidagi mana bu ko'chatlarimizni sekin ekib yuboramiz. Mana sekin bularni hali ham turibdi. Bu ko'chatlar, yashiklar narxiga keladigan bo'lsak, mana bu yashik adashmasam yangisi, ya'ni ishlatilmagani. Mana bu holatdagi yashigi Samarqanddan olib kelishadi ekan. 12 ming so'm, 11 ming so'm, 10 ming so'mdan deyishdi. Men buni shu mevachidan oldim. 5 ming so'mdan oldim. Buni baratligi balat 30 sm-mikan shunaqa baratligi. Men 27 sm shekli, meni qarachim 25 sm-da. Ronlik 28 bo'lsa kerak, 26-27 bo'lsa. Shu joygacha men nima qilsam, turpoq tashlab qo'ysam, begomiz, shola to'pon va turpoq bir nisbatida. Shu yergacha qalinlikda qilaman. Yoniga yiltiraqqali falka qog'ozdan qo'yib qo'yaman. Sababi issig'i urmaslik, nami chiqib ketmaslik uchun tagi qolaveradi. Tagiga qolib qo'yaman. Oddiy tekis yerga qolib qo'yib, ustiga buni qo'yib qo'yaman. Drenaj vazifasini bajaraveradi. Buni narxini men 5 ming so'mdan oldim. Mana bularda endi Eron qoplari, shu mevalarda nimasi? Eronda olmasim, men nimasidir, adashmasam, xullas bularda 3 ming so'mdan optimga oldim. Mana bularda. Jami 256 tami, 257 ta chiqdi. Bitta odamning uyida bor ekan. Shularni hozir sekin tashishyapti. Assalomu alaykum yana hammaga. Mana kechagi yashiklarimizni qo'yib, sekin nima qilib chiqyapmiz? Garsonlar qo'yib, yarmi bo'ldi. Mana bu chekalariga oddiy o'zini qog'ozini qilib berdik, oqmasligi uchun. Mana bu oddiy sement qop, optimdan 1000 so'mdanmi, 800 so'mdan oldik. Bitta qopni ikkiga bo'lib. Maqsad mana yerda eski joyda chiqarib yuborgan malinalarim, birovlarga bekarga berib yuborgan malinalarim bor. Yana qaytib chiqish ehtimoli 90% dan yuqori. Shu o'sayotganda shuni tagiga o'sib ketmaslik uchun va mana bu narsa uqalanib yonidan tushib ketmaslik uchun qilindi. Bu ikki yonboshlari, mana ikki chekalari ochiq. Endi bu chekasiga oddiy o'zini qog'ozini qo'yib berdik. Nima bo'lmasligi uchun oddiy salafan qo'yay deb turib keyin o'yladim, napas olib tursin dedim. Mana suv o'tsa oqib chiqib ketaveradi. Shuning uchun salafan o'rniga qop qo'ydim. Endi tuprog'imiz, gruntlarimiz mana bu shola to'pon. Mana
Shola to'pon. Endi mana bu yerga go'mistlarimiz bor. Bu yerga go'mistlarimiz va oldinga bu yerda chiqqan tuprog'imizni aralashtirib yana 3 lopatka bu turpoqdan qilyapmiz. O'zi bu ham juda mayin, anaqa zichlanmaydigan turpoqlarimiz mana shu bilan biagomiz 2 lopatka, 3 lopatka buni oddiy turpoqdan 2 lopatka biagomiz va 1 lopatkani qo'shimcha shola to'pon qo'shyapmiz. Drenajni yaxshilash uchun. Asosiy e'tibor drenajni yaxshilash uchun. Oziq moddalar vajni emas, sababi NPKlarimiz bor. Udobreniya bilan o'zi bemalol yerimiz o'zini ozuqasi bilan bemalol qoplanadi. Yerlarimiz o'zi zo'r. Tuproqlarimiz mana o'tgan yil tayyorlangan. Deyarli malina o'smagan bularda. Zo'r. Shunaqa qilib mana sekin chiqyapmiz. Endi sekin ishlarimiz tugasa, bugun tugatsak, Toshkentga ketsak, xudo xolasa keyingi haftada kelib. Assalomu alaykum hammaga. Mana esinglarda bo'lsa, monolarni qo'yib, o'sha solib tayyor grunt qilib chiquvdik. Aytganimdek, men kuchlik gerbisidlar ishlatmoqchiman, что kasallar nima deydi, vредитель zararkunandalarni umuman qilmasdan o'zini tabiiy meva berishini ko'rmoqchiman. Что hech qaysi zararkunanda meni o'zim xohlagandaqa meva olishimga to'sqinlik qilmasligi yoki bir malinamga hech qanaqa bir stress keltirmasligi uchun harakat qilaman degan ma'noda gap gapirdim. Endi shunga yana bitta qo'shimcha mana bularni ko'rayotgan bo'lsanglar, endi men mana bunaqa qilib boshqatdan ko'mib chiqdim bularni hozir. Endi yana qilinishi mumkin bo'lgan yana bitta narsa bu quyoshni issiqligi, yerimiz issiqligi. Balki mumkindir ta'sir qilmasligi, lekin men aytayotganimdek bu yil oxirgi испытанием, xudo xolasa mana sortlarni chiqarishim kerak. Hammasini mana yerga ko'mib qo'ydim, urovenda qilib. Sababi quyosh issig'i tomirda mana bu yashikni isitib qo'yadigan bo'lsa, 35-40 gradus bo'lib ketib qoladigan bo'lsa, o'simlikning tomirlari ham stressga tushadi, issiqlarinaqa bo'ladi. Shu narsa bo'lmasligi uchun ham дополнительный hozir erinmasdan xudo xolasa kavlab chiqyapman, qilyapman xudo xolasa. Keyin xudo xolasa kapli lentalarimizni bitta tortamiz, keyin tepadagi ko'chatlarini tasratib ekvoramiz. Mana buni ham xuddi shu ahvol. Endi mana shani ko'chatlarim. Men aytganimdek 5 dona olganman, Allohga shukr. Mana hozirgi kunda 150 tadan 200 taga yaqin bo'lib qoldi. Shu 5 dona tomirdan mana ko'chatdan. Mana o'zi ham 5 dona olganim turibdi. Bularni ham mana sekin ko'myapmiz. Mana ko'ryapsizlar, chuqurligi chuqur. 28 santimetrmi shunaqa, 25 santimetr ekan balandligi. 25 santimetr chuqurga ko'myapman. Bularga issiq tushmasligi uchun endi bularni ham sekin ko'mib chiqaman. Bunday qilib. Assalomu alaykum hammaga, yaxshilar va yomonlar, havasmandlar va negativlarga. Bayram kunlari yaxshi o'tyapti. Mana xudo xolasa biz hamma bayramlarni o'tkazib, xudo xolasa tabriklaydiganlarni tabriklab mana ishga tushdik. Mana gusariya sortlarimizni sekin ekyapmiz. Bitta yashikka o'shadan qilib. Endi matchning ko'ring hisobida qolib ketaveradi. Yashigimiz uzunligi 55 santimetr bo'lgani uchun 55 santimetrga mana 3 tadan qilib sekin mana ekib chiqyapmiz. Mana yashiklarimizni ko'mib oldik. Xudo xolasa mana sekin ukam bilan birga mana bitta yashikka 3 tadan qilib zigzag usulida qilyapmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, orasi pashti bir xilda ketaveradi. U yog'idan bu yog'idan qilib inshaalloh mana bunday ketyapti. Endi bularda bugun nimalarni qilib olsak, mana xudo xolasa barglarimiz tiniq, kasal tegmagan hozirgi holatiga. Mana qilib 3 tadan qo'yib ketilyapti. Keyin gusariya, margarita qilamiz bu yoqqa. Bu yoqqa gusariya, margarita. Endi bu yoqqa keyin majestic qilsam kerak bu qatoriga. Shunda keyin u yoqqa no tomonlarga, urpa tomonlarga violetdan boshlab sekin qator ketaveradi xudo xolasa. Duoda bo'lib turinglar havasmandlar. Xudo xolasa kuzda inshaalloh
o'sha va'da qilgan odamlarimiz u xudo xohlasa yana oshlasak boshqalarda ham uyda xuddi shunaqa yoki bundan-da yaxshi sortlar bo'ladi xudo xohlasa. Именно shu yerdan tarqab boradi xudo xohlasa. Salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin. Charchamanglar. Assalomu alaykum. Mana bugun 27-aprel. Ko'chatlarimiz holati. Mana uyimizni quyosh nimasicha keyin bo'lgani uchun, quyosh kunning nuri keyin tushgani uchun mana farqni ko'ryapsizlar. Mana bu va bu kichikroq o'syapti, no hammasi o'sishlari bor. Ko'chatlarimiz juda zo'r o'syapti. Ko'z tegmasi, mana quyoshgacha kuygan joylari ham bor. Bu xudo xohlasa juda zamonaviy gale sorti, umuman tikonsiz sort. Mana umuman tikoni yo'q, silliq tikoni yo'q sort. Mana bular Palanis. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? Tikonlari juda nima ekan, 2-3 mm dan kattaroq bo'ladi. Jicha nimaroq, nima deydi? Tikonli, juda tikonli. Jicha emas, juda tikonli. Mana tikonlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunda mana hech narsa yo'q. Silliq poyasi. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam mana quyoshning nurining foydali tomoni. Hozir mana anorlarimizda уже yana sekin shira tushib boshlabdi. Shiralar endi tushibdi mana. Ya'ni kech qolibmiz. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam enrasidira. Tutaymer qilingan holati. Ya'ni mevalar уже 1 oyga qolmay pishadi. Mana bu mana sog'lom. Hamma yo'q sog'lom. Hamma joyi xudo xohlasa sog'lom. Barglari ham tiniq, go'zal. Mana bu kun tushmayotgan joydagi holati. Mana sarg'ayotgan barglarni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu hammasi kana. Mana shularni men kecha ko'ruvdim. Mana shularning orqasida poni kanalar bor. Bular dorilangani uchun tarqab ketib olmayapti. Mana shuni o'zida turibdi. Zax joyda, sovuqroq joyda bo'lganiganmi bilmadim, lekin bu o'zi aslida klesh quruq havoda, issiq havoda juda tez ko'payadi. Bu menda naborot bo'lyapti. Mana vayletlarim, xudo xolasa. Mana bu joylar juda baquvvat o'syapti. Barat o'zim tizzamgacha, ya'ni bir 40 cm, 50 cm-gacha chiqib qolgan. Lekin mana ko'rishingiz mumkin, juda ham tikon, o'tkir. Set tikon. Juda ham bir tikonlari kuchli. Mana bu lagareylarimiz. Endi bular juda kichkina holatga keluvdi. Mana bu denliva. Mana bular ham g'irt tipratikonni o'zi. Baklarni ko'rsanglar, tipratikon. Endi hozir o'sib olgandan keyin nima bo'lib ketadi-yu? Ba'zi baklarigacha tikon. Denliva sort endi uni. Mana bu vayletlarimiz saragindaqa bo'lgan. Qishda ekilgan tomiridan, uxlamasdan ekilgan tomirlar mana endi qanaqa qilib bu meva beradi uxlamagan bo'lsa deganlarga ekilgan. Mana bunaqa bo'lib ko'pgina bo'lib ekilgan. O'zi tagidan mana bo'lib bitta-ikkita mana alohida ko'rsatay. Mana bu bo'lib bitta shax chiqadi. Mana misolida va o'sib ketadi. Bu ham mana bu yonidagi edi, men kesib yubordim. O'sgan. Ya'ni bitta o'qshaq chiqarib oladi-da, keyin qolganidan o'sib ketaveradi. Mana o'zini gusar ekan, gusariyalarimiz. Xudo xolasa tizzamizdan baland holatida turibdi. Endi bu ko'chat holatida tomirdan chiqarilgani, mana bu o'zi nimasi turgan edi. O'tgan yili mana shu yashilda ekilgan bu edi. Noldan o'sib chiqdi. Hozir bu 70 cm ga borib qoldi. Bu poyasi juda baquvvat. Mana shu gusar sortlari
baquvvat chiqyapti. Yani bu baron, promik, mana bu magnat, mana bu shanilar mana. Xudo xolasa barglari juda zo'r, lekin mana bu holatda уже nestandartniy, ya'ni sog'lom barg emas. Qanaqadir уже kasal tushishni boshlaydi bularga. Nimadir уже nexvatka boshlangan. Bu bargga mana to'g'ri turmayapti. Tortishyapti barg. Aslida mana bunaqa bo'lib turishi kerak barglar, katta bo'lib. Xudo xolasa 98% ga juda zo'r holatimiz. Mana maravillalarimiz. Suvi yaxshi, xudo xolasa. Mana endi siz kunduzgi sovuqli paytda fosforda nima qila olmasa, 2 kunda ham joyiga kelib ketadi. Bu значительный narsa emas, defitsit fosfor. Ketyapti xudo xolasa. Mana bulardan gusarlarimiz, mana bu shani ko'chatlarimiz. Bu yerdan mana sekin ketyapti. Endi mana bosh tomonlari kattaroq ko'chat edi. Shuning uchun bular ancha avjlab ketdi. Mana xudo xolasa bu majestic sorti. Mana bu gusariya yana mashret. Mana bu margarita. Xudo xolasa margaritalar hali o'suvda. Endi bular maravilladan 2 hafta yoki 20 kun oldin pishadi. Shuning uchun xudo xolasa menimcha avgustlarga o'sha meva berishni boshlasa kerak. Mana xudo xolasa bir chiroyli, juda go'zal o'syapti. Poyalari juda baquvvat. Inshaalloh sekin o'sib ketaveradi, xudo xolasa. Mana maravillalarimiz. Madan o'tolmaymanmikan? Qismidan o'tdik. Maravillalar. Odatda mana ular uncha o'smay qolayotgan sababi tagidan mana ular o'sib ketib qolyapti. Ya'ni kuch bunga ketyapti. Odatda tutaymer qilinadigan bo'lsa, taglari olinish kerak buni aslida. Tagi olinib 30-40 sm olinsa, keyin tepaga kuch keladi. Hozir bular o'sib ketgani uchun, ya'ni shu hammasi bitta nima bo'lgani uchun, ko'chat bo'lgani uchun kuch monolarga ketib qolyapti. Endi bular meva qilmasa ham kerak. Somon tashlab qo'yganmiz. Mana bu ham o'zi sekin xuddi shu aytilgan narsa. Tutaymer qilingan. Tagidan o'syapti. Mana baquvvat bo'lib tagidan o'sib ketgan. Ya'ni tutaymer shoxini tagidan o'sib ketgan. Mana tutaymerda o'zi aslida men buni qilishim kerak edi. Vaqtim bo'lmadi, esimga kelmadi. Mana shu joygacha, yarmigacha o'stirmashim kerak edi. Chiqqan sindirsam, keyin mana bu joylar o'sib ketardi. Mana bu joylar. Mana bunda ham xuddi shu ko'rinish. Pasti juda kuchli. Mana tepalar endi chiqyapti. Mana ham endi o'sishni boshlayapti. Mana bular ham mana endi o'zi yolg'iz o'sib chiqqani. Mana tagi ochiqlari qaraydigan bo'lsak, mana yamli misol. Mana Alloh mana bular ham o'zi mevaga kiryapti. Yarim metrmikan bo'lgan holatida tutaymer qilingani bu. Mana qaralsa, tagida faqat bitta o'zini shoxi bor xolos. Shundan chiqib mana hammasi tutaymer deydi boshladi. Xudo xolasa mana o'sha g'unchalashni boshladi. Bu maravillalarimiz edi. Tagi o'sib ketyapti. Tomiri baquvvat o'sin deb tegmayapman hozir. Keyin xudo xolasa pitab tashlayman. Buni mana tagidan kesib yuboraman xudo xolasa. Keyin mana yonidan chiqqan mana bu poyalarda o'stiramiz. Mana bularni o'stiramiz. Xudo xolasa barglarning ranglari juda tiniq. Juda yaxshi. Bu esinglarda bo'lsa karamelka sortimiz edi. Pashti hammasi mana bu holatga kelib qoluvdi. Mana bu holatga kelib qoluvdi. O'zi temir kuparos bilan limonning kislotasini aralashtirib missalikni qachqirdik. Temir kuparos bilan limonning kislotasini qo'shib turib, xelat jeleza yasuvdik va shuni qiluvdik. Xudo xolasa mana barglarimiz chaman bo'lyapti.
inshaalloh mana tiniq. Kelgan baribir bu nimani xudo xolsa kuzda chiqarib tarqatib sotib emas berib yo'qotib yuboramiz. Karamelkani chiqarib tashlaymiz xudo xolsa. Assalomu alaykum ahli gruppa. Mana bugun 25-may 2025-yil. Mana bu biza malinalarimiz, mana tepadan ko'rinishlari. Mana sekin ketyapmiz. Hozir mana bular ham bor. Malina ko'chatlar ham bular. Payretlar. Mana privoznoy kelgan tomirlardan qolganlari. Mana yangi chiqayotgan oxirgi qolib ketgan ildizlardan qolib ketgan tomirlar chiqyapti. Endi bu xale sorti, nima gusariya sorti. Oxirgi nimasini ham chiqarib olyapmiz mana. Bu filmning tomirlari oxirgi chiqayotganlari. Mana bular endi mana sekin ketilyapti mana qozon bo'lib. Mana boshlaymiz. Yana birinchi raysimiz psixiba sortlarimiz. Endi buni bilmayman, nimaga olganman, o'zim ham tushunmayman to'g'risi. Prosta qiziqishga qilib ko'rdim, qanaqa bo'ladi ekan deb. Men yegan joylarda mevasi shirin bo'lgan, shuning uchun qiziqdim, lekin ko'p joyda mazasi bemaza deb aytishadi. Psixiba sorti. Mana bu galey, endi xale yoziladi. O'zi mana sekin gullashni boshladi. Ertaki nav. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ertaki nav. Mana tuksiz, silliq tuksiz. Mana ko'rayotgan bo'lsa, bir dona tikani yo'q. Bu lateral chiqaraverar ekan. Mana bachkalar chiqarib yuborib, shuni hisobidan mana gullaydi ekan. Maravilalarga o'xshab turib, mana tepadan qilmaydi ekanda. Mana yonidan chiqarib gullaverar ekan. Bularda mana sekin bo'layotgan holati. Endi mana bu palanes. Palanes sortlar hali gullasha kirmadi. Bo'yi mana nima armaturalar 1.10 ga qilingan, o'sha bo'ylari chiqishda boshladi. Bularni men aytganman. Nimaga yashib ketganimni. Bu Lagare sortimiz. Mana bular nimaga men yashib ketganman. Tomirini yerga o'tkazib olmasdan to'liq matchni ko'rin sifatida ovulash maqsadida faqat yashib ketganman. Mana bu Lagare kelgan bu ko'chatlar juda qimmat kelgan, to'g'risi joyida 1000 rubldan olinganlar. Mana shu Lagare Igordan, Yagoda Kavkazadan joyida 1000 rubldan olingan. Bu kirasdan tashqari ko'chatlar narxi 1000 rubl. 5 dona olganman ko'chatidan. Ochiq ildiz. Xudo xolasa mana 60-70 ta qilib oldik. Inshaalloh kuzda bularni chiqarib, yana bo'lib xudo xolasa o'sha 1000 tadan oshirib boramiz inshaalloh. Bu nimasi foyda? Birinchidan opit bo'ladi. Ko'chat haqida, nav haqida ma'lumot bo'ladi ozgina. Keyingi narsasi, masalan, bilinglarda, masalan, 1000 ta oladigan bo'lsangiz, 1000 ta ko'chat yoki 1 gektarga hisoblasa 7000 ta ketadi-da, misol uchun. 1000 ta gektarga o'rtacha faqat 1 gektarda o'zi yeringiz bo'ladigan bo'lsa, chekalarini chiqarib yuborib, ya'ni yurishini hisobga olib, texnikani hisobga olsangiz 6000 ta ko'chat ketadi, 3 metrga keladigan bo'lsangiz. Misol deyapsiz, 5000 ta ekgan taqdiringizda ham 500 ming rubl bo'ladi. Hisoblasangiz bir qanchadir summa chiqarsa 800 ming rubl degani bu 1000 rublingiz 8000 rublingiz $100 hisoblanadi. Shuning uchun shunaqa qimmat narxlardan ko'ra 5-10 ta olib shunday chiqarib ekib olsanglar, ham opit bo'ladi, ham 1 yil ichida, masalan, shu summaga $10,000 lik ko'chat oladigan bo'lsangiz, 1 yilda shu 6 dona ko'chatdan $10,000 lik ko'chat yasasangiz, bu $10,000 foyda qilgan degan gapda bu. Shuni hisobiga ozroqdan biz ko'chat olganmiz.
Mana barglarda nimasi juda katta yirik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kaftlar to'liq egallayapti, yaxshi o'syapti. Bu shani ko'chatimiz. Bu endi ular raznisaligini farqi, bo'y basini raznisaligini farqi. Endi bular shani ko'chatidan 5 dona olganman. Faqat bola olganman undan. Shuning uchun bular ko'chatlari kichkina, keyin ekilmagan. Prosta bolasi olganim uchun mayda ekilgan. Shuning uchun bular bo'yida raznica bor. Endi mana bu ko'rayotganinglar, bu asha vaylet ko'chatlarimiz. Hali bir o'tgan safar tashuvdim. Tuvayda kichkina bo'lib qoldi. Endi yerimiz unda hozir paxta dala bo'lgani uchun kuzda bo'sh edi. Ungacha mana shu tuvaylarda mana bu formada turgandi hammasi. Sekin o'sib bu yoqqa olib o'tkazyapmiz. Endi manalarimiz mana sortimiz bu endi rasadira. Mana endi rasadirachalarimiz. Mana rajdeniyada o'rab yotibdi. O'ziga mana bularni oborib o'sha terib olish kerak bo'lgan holatda. Bular mana yejevikalarimiz. Munosabatdan olgan. Bilek zemlar, mana bitta mevalari bor. Bunga bizlarga qilmayapman, to'g'risida qiziq bormayapman. Mana bu vayletlarimiz mana. Mana privaznoy Igorda o'zidan kelgan. Ko'chatlarimiz mana hammasi o'zi sekin o'sishni boshladi. Vaylet meni ko'proq qiziqtiryapti. Sababi Enrasadirani ulучшенный varianti deb tan olingan. Kam oziqa talab, kam mehnat talab, kam e'tibor talab. Dori-darmonga ham, masalan, udabreniyaga ham ehtiyoji kamroq bo'lgan vaylet sorti. Shuning uchun men ko'proq vayletga urg'u berdim. Mana shu tepada turgan hamma ko'chatlar vaylet ko'chatlar menda ko'proq qilinyapti. Mana buni yonidagilar ham hammasi vaylet ko'chatlar. Endi bu ham lagare. Aytganimdek 5000 rublga 5 dona ko'chat olganman. Mana bu qatorda ham mana har bittasi ikkitadan ekilgan. Bunimiz mana denliva ekan. Denliva ko'chatlarimiz mana lekin o'syapti. Xudo xolasa juda chiroyli, juda baquvvat. Vitamинlari yaxshi ketyapti. Endi mana bu ko'chatlarimiz mana ham vaylet ko'chatlar 2 qatorli 21li garshoklarga ekilgan. Endi bular hozir sariq, sababi zichlanib qolib, haligi nima qiladi, qisilib qolib o'sgan. Endi mana alohidalashtirdik. Mana bu qatorlarda mana ko'pgina 3000 tagacha yaqin yoki 3000 ta atrofida deya vaylet ko'chatlarimiz bor. Endi bular mana Margarita ko'chat sortlarimiz. Margarita Maravillan ulучшенный variantda. Endi manalarimiz ham vaylet ko'chatlar mana. To'g'ri ketyapti. Bu hali qishda tomirini uxlatmasdan shunday tomirini bo'lib kuzda olinib, tomirlari bo'lib qishda uxlatmasdan ekilib, dam bermasdan chiqqan ko'chatlar. Qani qiziq, menga shu qanaqa hosil beradi. Agar yaxshi hosil beradigan bo'lsa, bularni ham tomirlarini shunday chiqarib, ular qishda hosil olishga yo'naltirib yuborish maqsadida ispitaniya uchun ekilgan. Bu ispitiniy qator. Bular endi gusariya. Gusariyalar aytgandaqa, maydalardan boshlab kattalarigacha bo'lib ketgan. O'sib ketyapti, yaxshi zo'r. Ular tomiridan chiqqan nozik nimalar edi. Mana xudo xolasa baquvvat o'syapti. Mana bular endi maravillalar. Mana maravilla ham endi nima g'uncha chiqaribdi. Lekin hayron qoldim. Maravilla bunaqa tez chiqarmash kerak edi. Hamma maravilla bitta bo'lgani uchun nima chiqaryapti. Kurtak yurishni boshlabdi. Bu noldan chiqqan maravilla edi. Hayronman. Mana bu shanilar ham o'zi sekin mana mevaga kirishni boshlabdi. Endi bularimiz mana ularni Promik sariq malina. Maravilloza 10 gram
8 gram o'rtacha kelsa bu nimaniki promiklar 15 grammgacha chiqadi. Juda yirik. Sara malinalar ichida eng yirik malina shu hisoblanadi. Bundan katta hali sara malina chiqmagan. O'zi malinalar ichida ham bilan tenglashadigan malina hisoblanadi bu. Promik. 2023-yilda chiqqan sortlar. Mana bu baron va magnat sortlari. O'zi bular ham o'zi mana meva gullashga kiribdi. Men bir hafta uyda bo'lmayman doim. Shuning uchun kelganda qarab, hali onlayn telefonda bularga konsultatsiya berib qo'yaman. Shular nazorat qilib turadi uydagilar. Mana bular ham ispitiniy formada, ya'ni tuvaylarda ekamiz. Mana hamma sortdan bor. Palanes, Gusaria, Violet, Maravilla, Margarita, Lagare, ular hammasidan bor. Что bilishimiz kerak, yozdagi biz issig'imizga tuvayda turgan holatida tomiri qizib meva beradimi, yo'qmi, shuni bilish uchun ispitaniyada qilinyapti. Aytganimdek, bu yil men oxirgi ispitaniyadim, shundan keyin katta masshtabga chiqib ketamiz. Bularimiz endi mana to'g'ri ko'rayotgan bo'lsanglar, bu Lagare, Gusaria sortlar, mana bu Majestic sortlar. Amerikaniki, Polshaniki. Yangi sortlar ikkovi ham 2023-2022-yilda chiqqan sortlar. Oxirgi pokoleniya sortlari xudo xolasa, nimalarimiz mana yaxshi o'syapti. Bu bitta yashikka 3 tadan qilingan, majbur bunaqa qilish uchun mana. Yashiklar barglari uzilgan, olingan. Endi yana ham ko'tarib qo'yamiz, yarim metrgacha qilib, mana yarim metrgacha qilib olib qo'yamiz. Tagida nima yurish uchun. Mana namliklarimiz qanaqa bo'lishi kerak? To'pon tasalgan, mana namligi qora. Bunday ko'rsa mana juda yaxshi namliklar. 70-80% bo'lishi kerak. Necha mahal sug'orish kerak deb so'rashadi. Necha mahal sug'orish emas, necha mahal sug'orasizmi? Bir mahal sug'orasizmi? 10 mahal sug'orasizmi? Malinezi tagi 70-80% namlik turishi kerak. Bo'ldi, uni sug'orishning qizig'i yo'q. Sug'ormang, lekin malinez tagini 70-80% namlik ushlab bering, yetadi. Qolgani malinaning ishi. Mana men yaxshi ko'rgan, men juda qiziqayotgan, menga yoqtirayotgan nima? Nima? Margarita sortimiz. Men ko'proq e'tiborimni shunga qaratyapman. Gusariyaga, Margaritaga, Violetga va Promikka sara malinaligi uchun. Lekin menda bitta narsa bo'lyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Majestic'larda tanalari bleski bor, taraynaqa. Bleskni nima? Uni tikani kichkina, lekin bitta menda, ana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana nimada tikanlar manaqa chiqib qolgan. Monolarda unaqa emas. Bitta mas sort qadamda nima qo'shilib ekilib qolgan ekan. Bu Violet yoki Gusar nimaga? Violetga yoki nimaga o'xshayapti menga? Lagarega o'xshayapti. Shu bitta ko'chat mana shu yerga ekilib qolibdi, mana shu ko'chat. Buni qolgani hammasi bir xil. Men eng yaxshi ko'rganim aytganimda mana shu sort. Mana katta qo'lni to'liq egallagan holatida bo'lsa, Margarita sorti. Qancha bargi katta bo'lsa, mevani katta bo'lish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Mana. Endi bular asha bir chekkadan boshlab turib, yiriklaridan boshlab pastga qarab ekilgan, aralashtirib ekilganda, masalan, mana ekilganda, o'rtaga ekilganda kun yetmasdan qolib ketardi. Shuni ham hisobga olish kerak ekkanda. Bir tomondan sekin o'sib kelaveradi. Mana bu yerda violetlar. Endi mana Margarita nimalarimiz, Maravillalarimiz 2-timerdan chiqqanlari. O'tgan safar ko'ruvdilar, juda ko'pini kesib yubordim, bir 80% ni kesib yubordim. Mana bular 0 dan chiqqan bahorgi ko'chatlari chiqayotgan mana. Bir xilda mana bitta qatorda ekilgan, taglari zich emas. Mana sekin mana hammasi mana xudo xolasa chiqyapti. Mana bu narsa bu orasidan chiqayotgan bahorgi ko'chatlar. Mana uchlarda o'zi sekin nima boshlanadi? Mana temir yetishmovchilik o'zi sekin xloroz belgilari, yengil xloroz belgilari. Mana bu mana oddiy ari uchayotgan, mana bu mevani nimasini yeydigan, gulni yeydigan qo'ng'iz.
ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Ularni sekin yo'qotamiz. O'zi ko'ramiz. Bularda ham mana sekin ekishyapti. Xudo xolasa oxirgi partiyalari. Mana bu karamelkamiz. Mana karamelkani bitta yomon tomoni juda ko'p o'sib ketadi tagini. Mana bunday qarasanglar. Mana bu yog'ida bir qatori, mana bu bir qatori. Bunday tagini qarasa, yarmi ko'rinadi. Bir qator qilib ekilgan hammasiga. Anaqa yaganalangan, siyraylashtirilgan 15 sm, 20 sm-ga mana bittadan qilib siyraylashtirilgan hammasi. Bo'lmasa bu juda zich o'sib ketadi. Shuning uchun men karamelkani nimamdan chiqarib olmoqchiman. Nima deydi? Sortlarim orasida mehnati ko'p. Lekin mevasi juda shirin. Hali uy uchun, mevasi uchun qilayotganlarga nimasi yo'q. Karamelka ham yaxshi sort. Просто biz pромышленный nimani qilganimiz uchun mana nihoyat maravillalarimizni tutamir mevalari sekin sarg'ayib qizarishni boshlabdi. Mana bu tomonlarida mana ko'pgina shoda mevalari turibdi. Mana hozirgi holatimiz. Mana bu asao chet eldan olib kelib, nimada chiqmay qolgan tomirlarimiz. Endi biz kech olib keldik. Juda bir kech olganda men o'sib ketib, nima deydi, sinib ketib, xullas isrof bo'lgan. O'z mashincha tomirdan ham ancha bir nima deydi, juda ko'p nima qilsa bo'lardi, ko'chat olsa bo'lardi. Endi biz juda kech olib keltirdik. Shuni hisobiga ancha kech qoldik. Qurib ketib qoldi. Bu 3000 tadan oshiq ko'chat chiqardik. O'z hisobimda men 10 mingtani mo'ljallovdim. Bittalab ekkanda 10 mingta chiqardi-yu, endi meni vaqtim bo'lmagani uchun 3 mingtasiga rozi bo'ldik. Xudo barakasini bersin. Mana shunaqa qilib, hozir yana bir narsa ko'rsatay. Oxirgi bosqichdagi ko'chatlarimiz bor. Mana bu yerda ham yana kutib oling violet ko'chatlarimiz. Hammasi. Endi men bularda masalan kuzgacha nima bo'ladi, o'sib ketib qolsa desa, men bularni o'stirmayman, udobreniyya bermayman. Hali jon saqlash holatida o'sadi. Chiqadi masalan bunday bo'lsa, mana bu joydan kesib yuraveraman. 2-3 ta barkini qoldirib, kesib 2-3 ta barkini qoldirib, kesib qilaveraman. Tomiri o'saveradi, no o'zi o'smaydi. Shu yo'l nimasida, taktikasida bularni o'stirmoqchiman. Mana bu doimgidek mana qolib ketgan nima sorti? So'lib qolgan Deniva sortimiz. Suv yo'q. Asta suv quyib qo'yamiz, mana shu sekin ko'karib ketadi. Mana bularimiz oxirgi violet ko'chatlarimiz tayyorlanayotgan. Mana oxirgi olingan violet ko'chatlar. Xudo xolasa bular ham katta bo'lib ketadi. Bu maravilla ko'chatlarimiz ham mana sekin o'sib oladi, xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa endi bu yog'ini shu vaqtimiz bo'lganda video qilib tashlab turamiz. Mana bular gusariyalar ekan. Oxirgi gusariyalarimiz bular ham. Mana bu shoxlarini tashlab qo'yuvdik, hali o'smay qoladi deb, mana sekin ko'rayotgan bo'lsanglar, mana sekin nimasidan chiqadi. Ko'pchilik olib ekib qo'yadi-da tagidan chiqqanini. Butun ekib qo'yadi. Shu mana bu holatlarida ekib qo'yadi. Bu holatida ko'chat tutmaydi. Обязательно bir dona yo 2 dona barg qoldirib, keyin kesib qo'yish kerak va shunda tomirga nagruzka tushmaydi. Mana bunday qarasanglar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana yangi kurtaylar chiqaradi bunaqa. Bunday qarasanglar. Sizlar unaqa qilib ko'pchilik xatosi ajlab oladi, u bo'ladi, bu bo'ladi deydi-da, tomir mana bargga suv chiqarib yetkazib bera olmaydi. Shuning uchun barglar qurib ketadi, ko'chat ham quriydi, tomir ham quriydi. Shuni qilmaslik uchun обязательно kesib yuboriladi. 1 dona yo 2 dona barg ketadi mana bunga o'xshab mana. Bular ham quriydi yoki qurimaydi. Mana bunisini ham men olib boribman hozir.
bir dona 2 dona balki yetadi. Mana bu joylardan o'sib chiqib ketaveradi. Shu narsaga ham e'tibor berish kerak. Yangi ko'chat ekayotganda umuman haligi baraka nimasini ekonom qilmash kerak. Kesib tashlash kerak. Обязательно yetarli dozada, yetarli anaqada, miqdorida. Oshiqni ko'p kesib yuborsa ham bo'lmaydi. Sababi oziq olish uchun ham barg kerak bo'ladi. Yaxshi oziq oladi deb turib barg ko'paytirib bersa, tomirga nagruzka tushib ketadi. Shuni ham hisoblash kerak. Bu mana bizning ko'chatlarimiz. Men hozir bunga suv quyib beraman. Xudo xolasa bir 3 soatlardan keyin bu ham dadil bo'lib qoladi. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Marina gruppasi, Marina ishqibozlari. Mana bugun 25-may. Soat kechki 7. Hozir qolasam endi vaqtim bo'ldi. Hozir ishlarimni qilib keldim. Bu biza marinachalarimiz hozir. O'z holatlarida mana sekin hozir pastga tushib tushuntirishda, aytishda boshlayman. Ikkita savollar bo'ldi. Mana bu privoznoy kelgan ko'chatlar, privoznoy holatidagilari. Sekin brekjemlar, mana bular aytgan vashitalar, nima? Violetlar. Hozir mana gruppalar ko'p savollar bo'lyapti. Xudoy bir chekkadan javob berib ketishga harakat qilaman gruppadan men kelgan savollarga. Endi bular mana bu brekjemlar. Dinnozapadan olingan brekjemlar. O'sha adashmasam nechta olganim esimda yo'q. 30 ta oluvdim, 30 ta oluvdim. Mana hammasi 30 ta brekjemdan chiqadigan, tomirdan chiqqan ko'chatlar. Bu yerda ham bor, ya'ni shuncha ob'yomda bor. 100 tadan oshiqcha chiqarilgan. Bu Pshixiba sortimiz. Ko'pchilik aytadi, so'radi. Necha yil sim tortish kerak, qanaqa sim tortish kerak, sim tortsa bo'ladimi dedi. Sim tortsa bo'ladi. Masalan, nimaga qachon bo'ladi? Agar yuz o'ralgan bo'lsa, shamol kuchli bo'lmasa, oddiy sim tortsangiz bo'ladi. 1,5 dan boshlab shu 2,5 gacha bo'lgan simlar tortsangiz bo'ladi. Masalan, mo simlar, meni simlarim 1,6 sim. 1,6 desam, nima qiladi sim? Maniga bunday qimirlaganda shamolli zonalarda mana bu joyda mana bo'lib kesilib sinib ketib qoladi. Agar shamol bo'lmaydigan joylarda bu simlar bemalol yetadi. Shuni ko'ringda, shamol ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana shu sim yetadi bemalol. Agar shamol nima deydi, kam bo'lmasa yetadi, ko'p bo'ladigan bo'lsa lenta baylagan yaxshi. Bu hali sortlarimiz ekan. Juda bir yaxshi o'syapti, barglari zo'r. Mana gullashni boshlab bordi. Ertaki esinglarda bo'lsa mana umuman tuksiz sort. Mana hali sortlarimiz sekin chiqyapti. Yerlarni chopib, chiroyli qilib qo'yishibdi. Rahmat. Bu sortlarimiz mana lagareyimiz, mana bu polonezimiz. Lagarey sortlarimiz ham barglari juda katta, lekin mana kaftini to'liq egallayapti. Kattalik o'zi kaftim katta, mana egallayapti. Balkicha yubka ekan, значит bu issiqlarimizga chidamashi mumkin. Issiq joylarimizga chidamashi mumkin. Barglari yubka. Nimasi yubka, kuyishi mumkin ehtimoli. Hasharotlarga ham ta'siri qanaqa bo'ladi bilmadim. Sinovda kutilyapti hozir. Rezultatlarimiz chiqashi. Hozir bularni steplerlarda qadab joyiga qo'yib chiqamiz. Mana bular ham o'zi violet sortlarimiz hammasi. Bu sortlarda birlamchi tomoni. Assalomu alaykum. Gurbaxla, yaxshilab oldinglarmi? Kunda xayrli o'tsin. Mana bugun hozir 1-iyun, 1-yoz kuni. Kelib sekin maynalarimizni ko'rib, men obzorini tashlab beray. Qilyapman. Mana bularimiz, xolasa Majestic, Maravillar, Enrasa deb sortlarimiz. Joyi qolib ketgani. Hozir bugun imkon qadar savollarga javob berishga harakat qilaman. Gruppaga tushgan. Menda jami 16 ta sort bor. Ulardan bitta rossiyskiy sort bor, qolgani hammasi Amerika, Yevropa sortlari. Keyin 3 xil sortda Ejivik ham bor, Black Gem, Prime Arc Freedom va Vashita.
Endi mana bu Shixiba sortimiz. Mana Shixibalar ketyapti bir qator bo'lib. Bu sortdan men 3 dona olgandim. 4 dona olgan ekanman. Mana xudo xolasa Igordan olganman buni, Yagoda Kavkazidan. 4 dona bergan. Xudo xolasa nimadir bir 20 tami 30 tami ko'chat ololmaganman xolos bundan. Mana bu hali tuksiz malina. Mana o'sha o'syapti, o'suvlari zo'r, lekin menga yoqmagan tomoni bu mana bu archaga o'xshab o'sib ketib qolar ekan. Ya'ni bu holatlarni ko'rsanglar, mana ikki xil holat. Mana mevalari yirik bo'ladi ekan. Mevani yirikligini bilish uchun mana bu nima deydi? Taylari buni o'zi nomi bor edi, esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Mana oq barglarini gultoji barg deydi, keyin mana uni kosacha barg deydi mana bu narsani. Botanikada kosacha barg deydi mana buni joyida ushlab turgan ko'kini. Shu kosacha bargi qancha katta bo'lsa, mevani kattaligini bildiradi. Hech qachon kosacha barg kichkina bo'lib meva katta bo'lmaydi. Mana shu ham mevani yirikligini bildiradi. Ko'p holatda. Ular dichasaligiga yozda salqinroq paytida, mayda o'rtalarida salqinroq paytda gullagan uchun mevalar mana yirik to'liq. Mana bu mayda boshida bo'lgani uchun, hali kun qizigan paytda bo'lgani uchun mana bu nima deydi? Mevalari kuygan. Chanchi gullari kuygani uchun manaqa deformatsionniy bo'lib chiqqan. Ularda kalsiy muammo bo'lmagan, shuning uchun issiqligidan bo'lgan deb xulosa chiqariladi. Mana baklari ham o'sha baland, zo'r tomoni poyasi silliq. Umuman bir dona tuki yo'q. Bir dona tuki yo'q bularda. Shu tomonlama zo'r ekan, gap so'z yo'q. Endi bu polonez sortlarimiz hali gullagan yo'q. Kimlardadir gullar meva qilyapti. Bu meni polonezlarim hali gullagani yo'q. Bu hali noldan chiqqan, ildizdan chiqqan nimalar. Hali o'tgan yilgi barglar emas. Bundan ham 4 dona desam, mana sekin mana nima deydi? Butonlashni boshlabdi. Mana shu buton barglar mana butonlar. Bundan ham 5 dona yo 4 dona bergan. Igordan so'raganimda qolmadi bundan deganda, shundan ham xudo xolasa 30 tacha ko'chat chiqara oldik. Bu zo'r. Mana bu Lagare sortimiz. Lagarelarimiz xudo xolasa juda zo'r o'syapti bu ham. Barglari katta. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana barglari juda katta. O'zi qo'lim katta qo'lim, bu juda katta. Xudo xolasa gumonimiz yaxshi, bu mevalar yirik bo'ladi. Keyin so'ralyapti, shu sim tortsak bo'ladimi, nima tortaylik deganlar. Men ham javob aytaman, sim tortsa bo'ladi. Qanaqa holatga? Agar sizlarda joylar Rossiyalarda misolga yoki bir boshqa joylarda sim tortmagan sababi ularda shamol ko'p bo'ladi. Shamol ko'p bo'lganda mana bunday bo'ladi mana. Bo'lib bunaqa ishqalanaveradi. Ishqalanib sinib ketib qoladi. Shuning uchun ular lenta tortadi, yaxshiroq bo'ladi. Lentaga anaqa nima bo'lmaydi, nima deydi? Mana ishqalanmaydi. Ishqalanib yetmaydi. Shuning uchun ular lenta tortishadi. Bizda shamol bo'lmagani uchun men sim tortaveramiz. Bu hech qanaqa muammo emas. Endi simni qanaqasini tortish kerak desa, jelatinni yaxshi bo'ladi. Jelatin yaxshi bo'ladi. 2 lik bilan 3 lik orasidagi simlarda. 2 lik bilan 3 lik simlarda qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Bu mana bu shanilarimiz. Mana o'zi bular ham gullashga kiryapti. Meni sortlarim ichida shu shani sorti kalsiy nitratga ehtiyoji, talabchanligi yuqori ekan. Sababi mana bu sortlarni qarasanglar, barglari to'liq ochilyapti. Mana bular barglari buklanyapti o'sha. Mana bunday qarasa, mana buklanayotgan holatida o'sha barglari bunaqa bo'lyapti. Shaklini o'zgartiryapti xullas. Ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin bu narsa
professionallar uchun deydimi yoki bir nimalar chuqurroq shug'ullanaman deganlar uchunmi mana ko'rayotganimizda baklarim ochilib yopilyapti, o'ralyapti уже. Mana bu narsa kalsiy yetishmovchiligini yengil belgilari. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar baklarim bukilyapti mana. Desa ichiga kirib qoladi. Desa narsa bo'lyapti ko'rasizlarmi? Mana shu narsa kalsiyda yengil yetishmovchiligi bo'lyapti degani. Bu nima? Shaniga kalsiy ko'proq talabchan ekan. Mana bu endosadiralarimiz tutaymiz baklarni qirib yubordik. O'zi mana o'zini eski nimalari tonizatsiya bo'lib уже gullasha keryapti. Xudo xolasa. Endi mana bu esinglarda bo'lsa, o'sha violet sortlarimiz sekin sortirovka qilib ajratib qo'yganmiz. Mana yiriklarini mana qilib ajratib qo'ymasak, mana bular orasida qolib ketib, nima deydi? Nobud bo'lib ketyapti. Bir qarasa mana bu narsani mana bu baklar ko'rayotgan bo'lsanglar, bu mana bu holatlari klish bo'lishi mumkin. Hali men buni allaqada ko'rganim yo'q lupada. Katta ehtimol bilan bular klish bo'ladi. No, shu violet sortini juda ko'proq qiynaladigan narsasi klish tushib qoladi ekan. Klishga ko'proq qiynalar ekan. Bu atak qolgan ko'rsatkichlari kasalliklarga nisbatan klishga ko'proq sezuvchan ekan. Qolgan nimasida mevasi jicha qorayib qoladi, tez pishib qoladi. Qolgan tomonlardan bu violet sortiga hali pretenziya tushgani yo'q. Qarang, chet el ekuvchilari, chet eldagi odamlarda nima deydi, opisaniyasi bo'yicha, ta'riflari bo'yicha ularda hali hech qanaqa nima chiqqani yo'q. Mana violetlarimiz xudo xolsa bo'ylari 1,5 metrgacha yetdi. Mana endi mana gullasha kelyapti ekan mana joylarda gullari chiqyapti ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi violetlar yaxshi ketyapti. Mana bularimiz ham oralardagi violetlarimiz joy-yo'llik uchun. Bu magareyimiz, xudo xolasa. Men haligini bilmayman, to'g'risi mevasini ko'rmaganman, no eshitganman, o'qib bildim. Nomer 1 sort magarey Yevropada hozirgi. Shuning uchun eng haliginaqa tan olingan sortlik uchun olib kelindi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana taniyotgan bo'lsanglar, o'zimizni oddiy denliva sortimiz. Nima deydi? Mehnatkash sort. Рабочая лошадка deydi, shunga o'xshagan sort xudo xolasa. Buni ham zo'r bo'lib o'syapti. Mana bularimiz, aytgandaqa margarita sortlarimiz, oxirgi margaritalarimiz ekib qo'yganmiz. Yonidagilar bu tuvaydagilar hammasi violetlar. Tuvaydagilar hammasi violetlar. Mana ko'pgina xudo xolasa hamma joyga violet qo'shganmiz. Mana bularimiz xudo xolasa yana violet asha qishki hali sinovda o'tgan uxlamagan violetlarimiz mana xudo xolasa bular ham o'zi amali yurib, kichkina joydan o'sib kattalashib ketishni boshladi mana. Men xudo xolasa mana shu nimada bo'ladigan bo'lsa, kuziga uni uxlatmasdan teplitsa qiladigan bo'lsam, shu teplitsa holatida ham eksa shunaqa o'sib ketadigan bo'lib, yaxshi bahordaqa meva qiladigan bo'lsa, ko'proq uxlatmasdan shu narsani yo'lga qo'ymoqchiman men. Gruppaga aytib ketaveraman, kimdir qilgan qiladi, qilmagan o'zi biladi. Nimani bekitilmaydi, taktika yoki bir sinovlarimiz, natijalarimiz bekitilmaydi. Mana bularimiz, mana gusariyalar. Gusariyalarimiz xudo xolasa hammasi zo'r bo'lib o'syapti. Ularimiz ham hali mevadan darak yo'q. Kechki sortlar o'z aslida. Mana bu o'tgan yilgi sortlarimizda ham darak yo'q. Xudo xolasa. Maravillamiz sinib qoluvdi. Maravillamiz sinib qoluvdi. Mana bu joydan yangi shaxlar chiqarib olibdi. Mana bu noldan chiqqan maravilla.
Ha, lekin nimagadir gullavoryapti, hayronman. Lekin o'sha o'tgan yilgi o'sha germanskiy maravillalarimiz edi. Ha, germanskiy maravillalar edi. Hayronman nimaga gullagani. Shanilar ham gullayapti. Qiziq tomoni, ha, qiziq tomoni, mana hozir maravillarni mana ko'ringlar, mevalari bor. Ha, gullari bor. Hozir qiziq tomonni aytib o'tib ketaman. Mana bularimiz yana shu shanilarimiz, xudo xolisa yaxshi o'syapti. Bu tomonimizda ham yana magnat sortimiz, o'sha aytganimdaqa polkalarda, denlivalarda uchinchi varianti deb aytilyapti. Hali yangi nima chiqqani yo'q. Mana bu promiklar juda yirik meva solyapti. Juda yirik sariq malina. Shu psixika bilan bellashadigan yagona malina hisoblanyapti. Grammi bo'yicha 15 gram, 12 grammgacha nimasi chiqadi. O'rtacha 10 gram yoki 9 gram meva beradi. Yon sort bo'ladi bu. Yani bu mana bu magnat sortimiz. Mana jicha boshqacharoq bo'ladigan, mana chiziqli bo'ladigan mevalari. Bunaqa meva baklarini, meva poyalari. No, xudo xolasa ko'ramiz. Lekin menga to'g'risini aytaman, yana magnat yoqmagandi. Bu ispitaniya uchun qo'yib qo'yganmiz. Mana bularimiz asli yangi ekadigan yerlarimizdan olib kelingan tuproqqa ekilgan malinalar. Hozircha malinalarimiz baklari yaxshi o'syapti. Haligiga nima deydi, buralib qolish yoki bir qanaqadir nedostatka yoki bir shunga o'xshagan holatlar kuzatilmayapti. Yaxshi o'syapti. Bu asli yangi ekmoqchi bo'lgan yerlarimizdan olib kelingan tuproqqa ekilgan malinalar. Bu mana o'zimizga Busariya sortlarimiz. Mana deyaksak, mana shunday oq ketyapti. Busariya sortlarimiz, Manchester sortimiz, Margarita sortimiz, Maravilla sortimiz va o'zimizga karamelkamiz. Mana bular lekchemlarimiz. Primark Freedom yejivkalarimiz. Hozir nima bo'yicha mana karamelkalar ham juda yirik chiqyapti kalibrlari. Karamelka ham zo'r sort, bu mehnati ko'p. Shuning uchun karamelka ham anaqa qilaman degan odamga mevalar yirik bo'ladi, buni ham 6-7 gram bo'ladi. Yaxshi nima maqsad olishmachilar 6-7 gram meva soladi. No, lekin nima deydi? Mehnati ko'p, tagidan ko'p nima chiqarib beradi. Buni 3-4 marta tozalaganmiz tagini. Katta ob'yomda bu juda ish ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun men bundan chiqmoqchiman. Endi bular ham mana hammasi yerda turganlar, hammasi violetlar. Mana bu maravillalar tutaymer qilinganlari. Mana ularimiz. Noldan chiqqan tagidagi shoxlarimiz. Mana tutaymer maravillalarimiz mana. Nima deydi? Mevalar yirik, xudo xolasa. Ko'pgina oralarda chiqayotgan shoxlari hali mevaga kirgani yo'q. Mevani yuz ko'rsatgani yo'q. Mana karamelkalarimiz. Ular mana endi gullab, xudo xolasa. Ularda ham nimalari baland, hani uzun. Gulkasacha baklari. Xudo xolasa yaxshi meva qiladi. Endi keyingi savollarga javob berib o'tib ketaman. Hozir tushuntirib olay. Xudo xolasa mana. Lekin maravilla bari boshqachada, kim nima desa maravilla boshqacha. Endi mana margaritalarga keladigan bo'lsak, margaritalarimiz o'suvlari juda zo'r. Mana endi xudo xolasa 1.40 1,5 metr atrofiga kelib qoldi. Opisaniyasi bo'yicha maravilladan ko'ra margarita 15-20 kun oldin pishish kerak. Mana bular endi gullayapti. Gul endi chiqyapti, xudo xolasa. Mana bizda nisbatan daligindaqa teskariroq chiqyapti. Endi bu hali xulosa qilishga erta, chunki bular daligindaqa har xil sharoitlarda ekilganligi uchun farq bo'lishi mumkin. Yana 1 yil kutamiz. Lekin margaritani xudo xolasa hozirgi holatda ishonchli joyda olinganligi, sertifikati borligi va mana bu poyalarning baklari va o'sishi, poyaning tuzilishi
strukturasi margaritaga hozircha 100% ga mos kelyapti. Mana bularimiz, xudo xolasa, mana majestiklar уже nimalarni butonizatsiyalarni boshladi. Endi bularga borli, kaliyli udobрение beramiz endi. Kalsiyli. Mana gusariyalarimiz, mana gusariyalarda ko'rayotgan bo'lsanglar, hozirlik ko'rsataman. Barglari nimagadir mana kichrayib qoldi. Bu ham qanaqadir belgi bu. Ko'pchilik e'tibor bermaydi-yu, qanaqadir belgi, bunaqa bo'lish kerak emas. Mana o'sayotganda boshda manaqa yiri bo'lib o'sgan bular ham. Bunaqa yangi chiqarayotgan barglari yiri bo'lgan, lekin bulardiki qandaydir bunaqa kichkina. Uchi noziklashib ketgan hammasini. Bu sort o'ziga xosligi emas bu. Bu nimadir yetishmayotganligi. Nimaligini bilmayman to'g'risi. Lekin aniq bilgan narsam bu nimadir yetishmayotganligi. Endi hozir buni hozir ko'rdim. Bir hafta davomida mana bu gusariyani shu sertifikatini ochib o'qib boshqatdan nima deydi, agrotexnikasini bir kitoblarini olib boshqatdan tekshirib qo'yamiz, o'qib. Sizlar menga yoqmayapti. Bunday qarasanglar, hammasi mana chicha egilgan holatda. Hali so'laganmi, egilganmi, shunga o'xshagan roq holatda turibdi-da. Shuning uchun masalan quyosh istab salqindan qochyapti desa, mana bu tomonga qaraganlari ham bor-da. Bunaqa bo'lmas kerak. Hammasi xuddi kunga boqarga o'xshabdi, bir tomonga qiyshayib qolish kerak. Значит, bu undan emas, quyoshni istab emas. Shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak. Keyin hozir men bularga mana hozir kalsiy yetishmovchiligi boshlanyapti, shanilarda o'zi birinchi belgi ekan. Keyin mana bu nimalarda ko'rayotgan bo'lsangiz, jicha maravillalarning barglari sarg'ayishni boshlagan, xlorozlanyapti. Bularga men hozir temir kuparoz berishim kerak, xelat jeleza. Limonli kisetaga nimani temirda qo'shib turib beraman, shu arzonroq tushadi. Endi bularga udobreniyani qanaqa beraman men hozir? Bularga kaliy berish kerak. Hozir MPK berish kerak. MPK bermayman men. MPK qimmat. MPK juda qimmat. Yaxshilari juda qimmat. Arzonni solishni kerak emas. Men olmoqchi bo'lgan, menga yoqadiganlar 40 ming, 50 ming so'm yaxshi MPKlar. Men nima qilaman? Oddiy kalsiy nitratga kaliy sulfat qo'shib turib, kaliy nitrat yoki kaliy sulfat qo'shib turib, bularga bir qator beraman. Shunda kalsiy bilan ham ta'minlanadi, kaliy bilan ham ta'minlanadi. Keyingi nimasida, keyingi bir haftalikda yoki 5 kunlikda bularga nima beraman? Amofos beraman. Shunda fosfor bilan azotda balansi yaxshilanadi. Endi kaliy nitratda, kalsiy nitratda shu nitratlarning hisobiga azot bilan nimasi kamchiligi to'liq ta'minlanadi. Kaliy nitrat ham arzon narsa, kaliy sulfat, kaliy nitratlar ham arzon narsa, amofos ham arzon narsa. Shuning uchun shu taktikadan foydalanaman. Endi zo'r MPK bo'lsa yaxshi-yu, men aytganimdek eng ekonomishniy variantida ish qilmoqchiman. Mana xudo xolasa ko'rayotganinglardaqa juda zo'r o'syapti. Bunaqa nimalari yo'q. Nima deydi? Muammo, boshqa narsalari yo'q. Mana o'sha bolalar o'sha yeyishni boshlabdi. Mana maravillalarni ko'rmay qolganlari, mana endi sekin kattalanyapti. Bu maravillalar shu holatda 6-7 gram bo'ladi mevasi. Endi xudo xolasa professional shug'ullanmayotganimiz uchun udobrenalarga qattiq e'tibor bermayapmiz. Sababi nimaga? Biz bu yildan qilishdan maqsadimiz qaysi meva biz issiqqa chidashini bilish. Shu asosiy maqsad, bu yilgi maqsadim meni. Chunki mana bundaga meva qilyapsa, bunga usiliniya qilinmayotgani sababi, maravillaga yaxshi usiliniya qilinmayotgani sababi, misol bunga alohida masalan 20 sotim, 50 sotimlik joyga bunga alohida udobreniyani berish kerak. Masalan, karamelkaga alohida udobreniyani berish kerak. Bunga alohida udobreniyani berish kerak. Chunki bunda mevasini pishirib kattaytirishga urg'u berish kerak hozir. Endi biz nima qilyapmiz? Hammasiga bir xil udobreniyani beryapmiz.
maqsad shu mevasini o'zini holida pishaveradi. Biz oftobga chidaydimi yo'qmi shuni bilish. Keyin xudo xolasa buni o'zini alohida, masalan, margaritani alohida 50 sotikka ekadigan yoki 20 sotikka ekadigan bo'lsak, buning uchun alohida bochka udabrina bochka qilinadi. Majestic uchun alohida, Gusariya uchun alohida, Maravilla uchun alohida qilinadi. Shunda shularni bahosini nima deydi, belgilab olsa bo'ladi qiymatini. Darajasi qayergacha yetishini. Hammasiga bir xil ber, bu bo'ladi ekan, bu bo'lmaydi ekan deyish noto'g'ri. Ko'pchilik qiladigan xatoda 6 xil ekib ko'ring, qaysi bir yaxshisi qilaverasiz. To'g'ri, u boshqa ma'noda aytilgan o'zi aslida bu gap. Shunga e'tibor berish kerak. Masalan, maylikka alohida bo'lish kerak. Gullayotganda alohida udabrina beriladi. Meva solayotganda alohida udabrina beriladi. O'sayotganda alohida udabrina beriladi. Ertaki sortlar o'sha gullashni boshlaydi. Mana bu kechki gusariyaga o'xshagan kechki sortlar o'sayotgan bo'ladi. Ikkoviga bir xil dori berish bu to'g'ri hisoblanmaydi. Shuning uchun asosiy maqsad bizda mevalarimizni, malinalarimiz issiqqa chidamliligi. Bizni tuproqda qaysi bir yaxshi o'sishi. Shu. Lekin mana bu bilmadim endi Majestic nimada magnat sortlarimiz, baron sortlarimiz boshqacha bo'lyapti ama. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Qiziqarli. Xudo xolasa. Mana bu narsa tuxum po'chog'i bizdan inkubatorimiz borligi uchun haligacha qilingan, lekin tuxum po'chog'i bu aloqasi yo'q, prosta tashab qo'yishibdi. Mana bu shu qalampir yalpiz deymizmi bu narsalarni? Ne qilib qo'ysak, mana shu uyimizni tutaveradi hidi. Nasa yaxshi ko'raman. Miyatani. Mana suvlar toshyapti, hech kim qaramayapti. Mana suvlarni bekitib qo'yamiz. Suvlarimiz toshib, mana qora suvlarimiz bu gumiydi suvi. Mana gumiydi suvi mana toshib ketibdi, esdan chiqib qolishgan. Mana ranglari ham qora. Mana bularimiz yana violetlarimiz. Hamma yoqda violet. Chapga qarasa ham violet, o'ngga qarasa ham violet. Xudo xolasa bugun yana bir qator 1,5 gektar yer bor ekan, hozir ko'rib kelamiz. Agar nima bo'lsa, masalan, kuzda oladigan paxtali 5 gektar yerimizni buguncha yana 1,5 gektar yerni men xudo xolasa borib gaplashib, agar kelisha oladigan bo'lsak olaman. Mana bular ham hammasi violet mana. Ya mana qator nima ekan? Nima? Gusariya bular. Mana bu qatorlar gusariya, mana bu qolganlar hammasi violet mana. Mana bu yerda dinozapadan olgan turgan. Mana bilan bu tomonda turgan. Black Gem 30 ta Black Gem bor. Nihoyatda ko'chatlar qilingan 200 ta chamkin ko'chati bor. Tomiridan chiqarilgan 200 ta Black Gem bor. Mana 30 ta dinozapadan olgan Black Gemlar. Shunaqa, asli yangi olmoqchi bo'lgan yerimizni 1,5 gektarlik olishga o'ylayotganimiz yerlari juda nima deydi? Uklon yerlar, qiysha yerlar va shag'ali ko'proq yerlar. Keyin suvda ham muammo bor yer. Suvni eplasa bo'ladi-yu, shu asnavnoy haligi toshloq yerligi va uklon yerligi, adirli yer bo'lganicha o'ylantirilyapti. Agar ko'ramiz, agarcha nima bo'ladigan bo'lsa, u yerga polni keyingi nimada yo yejivika qilib qo'yishimiz mumkin yoki polni psixi va malinasini ekib yuborishimiz mumkin. Shuni qiyosdan oboraylikmikin degan nimani hozir borib maslahatlashib, ko'rib hisob-kitobimizni qilgani ketamiz hozir. Mana Xudo xolasa mana shu bizning malinalarimiz hozirgi holatimizda. Kecha video ko'payib ketibdi, qaramay qolgan. Xudo xolasa malinani ishqibozlarga bu ahamiyati yo'q. Salomat bo'linglar.